o'ziga xos jozibasi bor. Aynan bu faslda bajariladigan mashg'ulotlari bilan ham insonlar ulardan zavq olishadi. Aynan shunday mashg'ulotlardan biri bu muzda uchishdir. Muzda uchish uchun poytaxtimizning bir necha joylarida konkida uchish maydonchalari bor va ulardan eng chiroylilaridan biri bu Tashkent City Mall yonidagi mana bu ochiq osmon ostidagi maydonchadir. Muzda uchishni hamma ham eplolmaydi albatta, lekin muzda uchayotganlarni tomosha qilishning o'zi ham olam zavq degani. Markazdan o'rin olgan yaltirab turgan archa va bayramona chiroqlar sehrli muhitni hosil qiladi. Ochiq osmon ostidagi muz maydoni dekabr oyining oxirlaridan fevral oyining boshlarigacha ishlaydi. Muzda uchish haqida gap borganda, menimcha insonlarni 3 guruhga ajratishimiz mumkin. Birinchisi, konkida uchishni yaxshi eplaydiganlar, ikkinchisi endigina o'rganayotganlar va uchinchisi menga o'xshab maza qilib uchayotganlarga havas qiladiganlar. Yangi yil arafasida konkida uchish maydonchalari juda ham gavjum bo'ladi. Bir necha daqiqalardan so'ng yurtdoshlarimiz ham o'zlarining sevimli mashg'ulotlari bilan shug'ullanishni boshlaydilar. Hozircha xodimlar tomonidan mana shu maydonchaning hozirligi tekshirib ko'rilmoqda. Bu shunchaki sirpanib yurish emas, muvozanatni ushlay olish va uchish quvonchini his qilishdir. Bunda yiqilishlar ham o'ziga xos zavq. Muzda uchishni endi o'rganayotganlar uchun bitta o'lcham kattaroq konkilardan foydalanish tavsiya etiladi. Oyoqlar shilinmasligi uchun qalin paypoq kiygan ma'qul. Muzda uchish nafaqat zavq, balki salomatlik uchun foydali mashg'ulot ham. Doimiy shug'ullanilsa, oyoq mushaklari mustahkamlanadi. Uchish vaqtida olinadigan quvonch endorfin, ya'ni baxt gormonlarini ishlab chiqaradi. Yurtimizda bayram shukuhi kezmoqda. Barcha joylarda o'rnatilgan ulkan archalar va rang-barang chiroqlar kayfiyatni yanada ko'tarishga xizmat qilmoqda. Kelayotgan yangi yil barchangizga muborak bo'lsin va omadlar yili bo'lsin deb qolamiz.